5 yoshimda mashq kelaman turnikka. 3 yoshimda shpagatga o'tirganman. Shpagatga o'tirib, dadam o'rgatgan menga. Через Instagram vannamni ko'p ko'rganman o'zim. Qiziqib, rosa qiziqish unda katta edi, katta qiziqish edi. Keyin u o'qib bo'lgandan keyin turnikka o'tdim. Sложный qilib, birinchi lehkolar, osonlar qildim. Turib keyin qiyin-qiyinlarga o'tdim. Yonboshga o'tirib, kirlarni chiqarib, tortini qo'y, 5-6 marta o'zingning foydasi bor, lopatkani o'ynatasan, chiqarib. Zo'r. Qo'ling to'g'ri qilib, o'nlariga qo'ling to'g'ri qilib. To'g'ri, bu trenirovkalarni ham ko'pchilik men o'zim bilmayman. Men через internetdan qarab turib, "Men bunday qilsam bunday bo'lar ekan, bunday qilsam noto'g'ri deb turib o'rgatib, mana ota-bola o'zimiz internetdan ko'p narsani ko'ramiz. Lekin men o'ynamayman, trenirovka bitta berildimi, ashuni dakan saqlaman-da trenirovkani. Dakan saqlab, ashuni olib ketaman to'g'ri. Keyin vaqt bo'lganda velosiped, ashqalar minib uyda. Класс! Молодец, Muhammad Aliyev! Endi 2 kundan keyin men вас поздравляем. Наш сын прошел из кастинга deb yozib yuboribdi-da. Endi uyda bitta qattiq qiyqirib turib bitta o'ngga tushirdim o'zim, xursand bo'lganimda. Men bolamni kuchli ovqatlarni beraman. Akrashka, uyda akrashka ko'proq nimlar beramiz o'zimiz. Akrashkani keyin bu shashlik somsalarni ham yaxshi edi. Endi quvvat sila beradi, kichkina bo'lsa ham. Keyin banan olmani ham ko'p beraman.